Yunusxon aka, koreyskiy turistik viza bilan Koreya mehmon vizasining farqi nimada? Ko'pchilik shuni farqiga bormayapti. Koreya turistik viza bilan Koreya mehmon viza haqida ma'lumot so'raganlar uchun videoni oxirigacha ko'ring, batafsil tushuntirib o'taman. Koreya mehmon viza bilan turistik viza o'zi bitta viza, bir xil, faqat nomi boshqa-boshqa, maqsadlar boshqa-boshqa. Turistik viza deyarli O'zbekiston pasportiga bermaydi. Nimaga? Koreyada hozir O'zbekiston fuqarolashib nelegal juda ko'pligi sababdan chiqish nimasi 10%, chiqmas отказ bo'lishi 80-90% javob отказ bo'ladi. Hop, endi Koreya mehmon viza haqida gaplashadigan bo'lsak, Koreya mehmon viza kimlar topshira oladi? Hozirgi kunda Koreyada uzoq muddatli shu vizaga ega insonlar, O'zbekiston fuqarolari topshirishi mumkin. D2 dan tortib D2 bakalavr, magistr, Y9, Y7, F viza deb barchalari o'sha qisqa va uzoq muddatli mehmon vizaga chaqirishlari mumkin. Oilasini, ota-onasini va bolalari, farzandlarini topshirishlari mumkin. Keyingi videoda mehmon vizani qancha muddatda olish mumkin va xarajatlari haqida batafsil keltirib o'tamiz. Albatta buni keyingi videoda ko'rishingiz mumkin.